Hammaga assalomu alaykum. Hyundai avtosalonimizga xush kelibsizlar. Mana xitoyliklar yangi avtosalon ochibdi. Hozir mashinalarni, narxlarni, nima bonus qo'shib berishlarini bir sizlar bilan tanishib chiqamiz. Videoni oxirigacha kuzatinglar, obuna va like esdan chiqmasin. Bizda aka Dongfeng elektrlari bor, Depal S07 ning 230 ultralari bor. Dongfeng dizel, ya'ni 2-3 turbinali motori hamda 2-3 kunlarda taxminan benzinlilar ham kirib keladi. Ko'rib turganingizdek, bu ham Dongfeng elektri. Depal G318, bu ham gibrid внедорожник. Keling endi sizlar bilan avtosalonni ichki tarafdan ko'ramiz. Avtosalonimizga xush kelibsizlar. Bu xitoylik akamiz, ismi Say, o'zbekcha ismi Sardor. Say. 大家好，你们好，你们好，欢迎来买车。 O'zbekchada. O'zbek. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana. Kelinglar, endi mashinalarni bir narxlar bilan tanishib chiqamiz. BMW i5 nech pul? 57,800美金。 55,700 qilib berar ekanlar. Yana savdosi bor ekan. Kelinglar, keyingi modellar bilan tanishib chiqamiz. Depal S09 nech pul? 45,000美金。 45,500 ekan. Linko 900 nech pul? 64,200美金。 64,200 dollar ekan. Keyingi modelga o'tamiz. Depal G318 nech pul? 30,300美金。 30,300 dollar qilib beradi. Bu mashina 1,5 oy oldin taxminan 34 mingdan sotiladi. Dongfeng 5 kishilisi 2025 nech pul? 29,200美金。 29,200. Depal S05 nech pul? 23,000美金。 23 ming qilib berar ekan. Depal S07 215 Max 25,000美金。 25 ming dollar qilib berar ekan. Endi kelinglar sizlar bilan bonuslar bilan tanishib chiqamiz. Avtosalonimizni Choshtepa KFC'ning oldida joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Mana qatori boshidagi birinchi katta ratli avtosalon. Yo'lli shundoq yuzida. Orientir erkin mostidan kelishingizni o'ng qo'lda, Sergelidan kelishingizni chap qo'lda joylashgan bo'ladi. Kelinglar, avtosalonimizni davom etib ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin, bu ikkita mashinamiz bonuslari bir xil, Depal S07 hamda Depal S05. Bularga nimalar qo'shib beramiz desangiz, birinchi o'rinda garantiya, ya'ni 1 yil yoki 20 ming probegga beriladi. Zaryadchigi bor, poligi bor, rusifikatsiyasi bor hamda xohlovchilar uchun tonirovka ham urib beriladi. Bu bonus faqat mana shu ikkita avtomobilimiz uchun. Endi keyingi avtomobillarga o'tamiz. Dongfengda bonuslarimiz nisbatan ko'proq. Nimaga desangiz, chunki eng ommabop hamda ko'p sotiladigan mashinalardan biri. Dongfeng va Depal bonuslari haqida gaplashamiz. Dongfengimizda bonuslarimiz nisbatan ko'proq, 6 ta bonus qo'shib berilyapti. Ya'ni parogi bor, poliklari bor, zaryadchigi bor, 3 yil garantiyasi bor, rusifikatsiya alisalari bor. Xohlovchilar uchun bunga ham xuddi shunaqa tonirovka tortib beriladi. Bunda garantiyasi 1 yil hamda 20 ming probegga. Bunda ham zavodskoy paroglari bor, rus tili qilib beriladi, poligi bor hamda tonirovka urib beriladi. Avtosalonimizda premium segmentli avtomobillar ham bor. Bittasi Linko 900 hamda Depal S09. Ikkaloviga ham garantiya 1 yil, zavoddan berilgan elektronik paroglari bor. Bunga ham xuddi shunaqa rusifikatsiya, polik, zaryadchilarni qilib beramiz. Avtosalonimizda BMW i5 40L eng fulli dop opsiyasi bo'ladi. Bundan ikkita bor. Bittasi 12,200 yurgan, bittasi 7,400 yurgan. Ikkalovi ham bir xil. Ranglari, saloni, komplektatsiyasi, pozitsiyasi bir xil bo'ladi. Narxida nisbatan farqi bor, chunki bittasi ko'proq yurgan, ikkinchisi kamroq yurgan. Avtosalonimiz haqida qisqacha informatsiyaga ega bo'lgan bo'lsangiz, biz juda ham xursandmiz. Kelinglar, ko'ringlar, mashinalarimizni xarid qilinglar.
aksiyalar ketyapti. Xudo xolisa hammanglarni avtosalonimizda kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar.